Xo'p, onasi, hammasini hal qilaman hali. Qizimizni asrab qolamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ozgina ishon, harakat qilyapman. Uzog'i bilan 1 soatga boraman. Jo'rajon, ko'ryapsizlarmi? Yaxshi ekanmi, yoqdimi sizlarga? Bo'ladi, yaxshi, lekin sen aytgan narxga tortmayapti nimagadir. Do'stim, lekin yaxshi, hamma joyi yaxshi mashinani. Prosta hozir yonyapti-da, do'stim. Juda ham zarurda, sotmasam bo'lmayapti. Ishonganim shu bo'lib qoldi-da, do'stim. Ha, qancha deyapsan o'zi buni? Do'stim, to'g'risi hozir juda ham zarurda, do'stim. Internetdan ko'rdim. Shunaqa sostenalari 5000-6000 dollar ekan. Yordam qilinglar. Ancha yilki do'stmiz-ku. Tushunarli. Hozir yonyapti, pul senga juda ham zarur-da bo'lmasa. Jo'ra, juda ham zarur. Bor umidim sizlardan, do'stim. Sen juda ham zarur deyapsan, lekin sen aytgan pulga tortmaydi. Xohlasang 2000 beraman, pul naq bilasan. Do'stim, 2000 dollar juda ham arzon emasmi? Qara Jo'ra, do'stligimiz, hurmati san yana bitta variantchi. Xohlasang, любой qisqa vaqt ichida 2000 ga 200 qo'shib qaytarib olib kelsang, men senga mashinani beraveraman. Bilasan, bizlarga mashina, senga esa pul. Bunaqa zarur vaqtda faqat shunday bo'lib qoladi. Boshqa yordam bera olmayman. Do'stim, agar shu 2000 dollarga rostdan ham 200 dollargina qo'shib beradigan bo'lsam, menga juda ham katta yaxshilik qilgan bo'lasan. Senga kattakon rahmat. Mayli, men roziman. Unday bo'lsa, Nodir pulni sanab Gap yo'q, savdomiz pishdimi? Unda pulni sanaymiz.